Amerikanskiy YouTube 450 milyon prosmotr. Bu prosmotrlar shaxsan mani kanalimda bo'ldi do'stlar. Bugungi videorolikimda mana shuncha prosmotrga YouTube menga qancha pul to'ladi va YouTube'da shorts videolar uchun, katta videolar uchun, amerikanskiy videolar uchun qanchadan pul ishlashingizni to'liq isbot dalili bilan bugun ko'rsatib beraman do'stlar. Mana shu 450 millionta prosmotrga qancha olganimizni bugun bilib olasizlar. Agar sizlarga video qiziq bo'lsa, oldindan like bosib qo'yinglar. Qiziq bo'lmasa dislike bosib qo'ysang ham bo'laveradi. Yo'qmasa o'tkazib yuborsang ham bo'laveradi. Bu prosta ko'pchilik endi kommentariyalarda menga har xil savollar kelyapti. O'shalarni boyaga to'liq javob berish uchun bu videorolikni qilyapman. Hammasini o'zimni kanalimda mana telefon yordamida ko'rsataman. Sababi men kanallarimni hammasini oddiy smartfon yordamida yuritaman do'stlar. Menda hech qanday kameram bo'lmagan, hali ham bo'lmasa kerak, bilmadim. Kompyuterim bor, lekin ishlatmayman. Faqatgina mana shu telefondan foydalanaman. Hozir syomkaga ham ikkinchi telefondan, eski telefondan olyapman do'stlar. Xullas, gapni ko'paytirmaymiz, like bosgan bo'lsangiz boshlaymiz. Sirazi men telefonning ekran zapisini yoqib olaman, uni chekkada ko'rsatib qo'yaman, polni ko'rib hammasini bilib olasizlar do'stlar. Birinchi bo'lib albatta o'zimni amerikanskiy YouTube kanalimni ko'rsataman do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek 775 mingta подписчиги bor. Analitikaga sirazi kiramiz, gapni ko'paytirib o'tirmaymiz. Mana za все время prosmotrlar soni 451 million, salkam 452 million dona prosmotr bo'lgan. Bu faqatgina shorts videolardan do'stlar. Endi mana shuncha prosmotrga qancha pul ishlaganman, qancha pul menga YouTube to'lagan, o'shani ham bir ko'rib o'raylik. Analitikaga kirasizlar do'stlar. Buning uchun mana prosmotrdan o'tib dohod bo'limiga o'tamiz. Hozir dohod yo'q, sababi monetizatsiya bu kanalda o'chgan. Buni ham xohlasangiz men tushuntirib, nima sababdan o'chgan, qanday qilsa yonadi, hammasini tushuntirib batafsil video qilishim mumkin. Lekin bugun bunaqangi mayda juda narsalar bo'lmaydi. Qaranglar, mana za все время dadam $8400 do'stlar. $8400 bu katta pul. Men kam pul deganim yo'q, lekin 450 million prosmotrga bu pul kopeyka degani do'stlar. Sababi shorts videolar sizlarga blogerlar aytgandek katta pul to'lamaydi do'stlar. Hozir masalan men sizlarga mana buni spot bilan kalkulyatorda bo'lib sirasi chiqarib beraman mana. Tak, 452 milyon deylik. Mana 452 milyon prosmotrni biz bo'lamiz. Sababi YouTube'da 1000 ta prosmotrga qancha dollar to'lash hisoblanadi? Biz bo'lamiz 1000 ga. 1000 ga bo'lsak 452 ming bo'lyapti, to'g'rimi? Bu 1000 ga bo'lingan holatda har bir 1000 ta prosmotrga qancha dollar to'lashini hozir ko'rsataman. Mana 452 ming. Endi qaranglar do'stlar. Bu yerda mana $8000, 8200 ishlagan deylik. Mana $8200 bo'lamiz 452 mingga do'stlar. Bu degani YouTube shorts videolar uchun har bir 1000 ta prosmotrga 0.01 sent to'laydi. Tushunyapsizlarmi? 1000 ta prosmotrga oldida ikkita noli bor. 0.01 sent to'laydi. Bu mana shundan 0.1 sentdan 0.2 sent, 0.3 sent, ko'p to'lasa mana shu 0.03 sent to'laydi do'stlar. Bu ko'pchilik boyaga blogerlar men ko'ryapman, aytishyapti shorts videolarga 0.1 sent to'laydi, boyaga 10 sent to'laydi. Bo'lmagan narsa. 100 mingta prosmotrga $1 to'laydi. Tushundingizmi? 100 mingta prosmotrga $1 yoki $3 to'laydi. Qarang, hozir o'zbekcha kanalimni ham ko'rsataman, realni topgan pulini. O'zbekcha kanalimda 107 mingta подписчиги bor. Bu kanalim hali ham monetizatsiyasi ishlaydi boyagidek, faqat kopeyka to'laydi. Sabab video chiqarmay qo'yganman anchadan beri. Har xil videolarni praktika qilib ko'rdim bunda, to'g'risi. O'z analitikaga kiraylik. Xullas, umumiy hisobda prosmotrlar soni za все время ni olaylik. За все время mana shu katta o'zbekcha boyagi полноценный video qo'yganlarimni общий prosmotri 5 million 200 mingta prosmotr. Analitikaga yana o'tamiz. Dohodni ko'rib chiqamiz do'stlar. Men keyin tushuntiraman sizga nima uchun bunday bo'lyapti. YouTube haqida ham ma'lumot beraman albatta. Kim like bosmagan bo'lsa like bosib qo'yinglar do'stlar. Tak, dohodni ham za все время
Mana do'stlar, $1000. Butun mana shu zaxso'g'rimi, endi butun mana shu kanal ochilgandan beri xullas bu kanal $1000 pul ishlagan. 5 millionta prosmotrga $1000 pul ishlagan. Buni ham hozir bo'lib hisoblaymiz. Tay, buning uchun mana kalkulyatorga kiramiz. 5 millionni avval boyagidek bo'lib olamiz. 1000 ga 5000 bo'lyapti, to'g'rimi? 5000 dan 1000 talik bo'lyapti. Tak, endi $1000 bo'lamiz 5000 ga. Ana. Ko'ryapsizlarmi? O'zbekcha katta, полноценный video bo'lsa, YouTube bizga 20 sent pul to'layapti. 20 sent 1000 ta prosmotrga. 1000 ta prosmotrga 20 sent to'layapti. Shuning uchun blogerlarni boya $1 deydi, $2 deydi o'zbekcha kanallarga degan gaplarga ishonmayman. $1-2 to'lamaydi o'zbekcha kanal bo'lsa YouTube kanalingiz. Mayli, endi ras shunday ekan, nima endi kanal ochmaylikmi, nima deyapsan, bir vaqtlar kanallarni maqtarding, unday derding deb aytishing ham mumkin kommentariyada. Haqqingda bor, albatta aytib dislike bosib sen ham bo'laveradi bu videoga. Men prosta haqiqatni aytmoqchiman. Bo'ladi do'stlar. YouTube'da pul qilsa bo'ladi, lekin mana shorts sportslar bular vaqtinchalik narsa. Shorts kanal ochib turib, misol uchun yangi kanal ochib YouTube'da shorts video qo'yaman desanglar, kanalingni bir martaga uchadi. Lekin bunda kimlar soqqa qilib oladi mana shu uchgan vaqtda? Sababi shorts kanallar bir ko'tarilib shu bilan o'ladi, tamom, bir tushib ketadi, shu bilan qaytib uni ko'tara olmaysizlar. Bunda faqatgina tayyor AdSense akkaunti bor odamlargina soqqa qiladi. Agar sizda AdSense'ingiz bo'lmasa, siz to'g'ri AdSense'ga ulaginingizcha monetizatsiya uchib yana yag'li bag'li bo'lib ketadi u kanal. Shuning uchun ras sizda AdSense kanal bo'lmasa, shorts videolarni har xil boyaga o'zingizni, yuzingizni, brendingizni ko'rsatmay qilinadigan videolarni qilishni tavsiya qilmayman shaxsan men do'stlar. Sababi hozir aytaman, YouTube'da normal soqqa qilish uchun eng bo'ladigan variant do'stlar, shaxsiy brendingni kuchaytirasizlar. Shaxsiy brend degani boyagi yuzimni ko'rsatmasdan unday edi, bunday edi. Bo'ldi do'stlar, hozir biz nechinchi asrda yashayapmiz. Hammani yuzini hamma ko'rib bo'ldi o'sha. To'g'risida endi yuzinglarni ko'rsatib, bemalol qo'rqmay video qilsanglar bo'ladi. Shaxsiy brend degani bu o'zinglarni odamlar auditoriya tanish kerak. Shunda sizlar boyagi YouTube monetizatsiyasiga qarab qolmaysizlar. Sizga shaxsiy promoy o'zingizga reklama tushadi. Promoy tushgan reklama unaqangi YouTube boyagi monetizatsiyasidan keladigan puldan ancha katta bo'ladi va u pulga siz qarab ham qo'ymaysiz kerak bo'lsa, monetizatsiyani puliga. Shuning uchun do'stlar, iltimos, kim kanal ochmoqchi bo'lsa, shaxsiy brendingni kuchaytiringlar. Bundan buyog'iga qaranglar-da, mana YouTube kanal ochasizlar, Instagram ochasizlar, TikTok ochasizlar. Bitta video qilasizlar, montaj qilasizlar, nima qilasizlar o'zingizning yo'nalishingizda. Shu videoni 3 platformaga ham joylaysizlar. Tushunyapsizlarmi? 3 ta joyda o'zingizning mana shu brendingni kuchaytirasizlar, vaqt soati bilan kerak bo'lsa 1000 ta, 5000 ta podpisчигina bo'lsa ham YouTube'da promoy reklama keladi. Ana shu 5000 ta podpisчик bilan kerak bo'lsa sizlarga $1000 to'laydi kimdir. Reklama qildiradi. Mana pul qayerda? Shuning uchun do'stlar, YouTube ras boshlasanglar monetizatsiya bo'ladigan narsa, to'g'ri bo'ladi, qilsa bo'ladi. Lekin unga именно ana shunga bo'yab butun nimalarni, fikringlarni jamlamaylar. Muhimi raskrutka qilib kanalni, o'zingizning brendingni kuchaytirib, promoy reklamaga harakat qilinglar do'stlar. Shu meni sizlarga maslahatim. Asosan YouTube'da promoy reklamadan katta soqqa qilsa bo'ladi do'stlar. Endi boya aytganimdek, blogerlar nima uchun qiladi degan boya aytdim. Blogerlarning asosiy maqsadi hamma narsani bo'rttirib ko'rsatishadi. Sababi ular kurs sotadi. Sizga bitta kursni $100 ga yoki $50 ga sotishi mumkin. Agar siz bo'rttirib gapirmasa, u ham misol qayerdandir haqiqatni olib gapiradi, lekin 1 millionta yoki 1000 tadan bitta kanal shona olib qoladi. Именно shu kanalni olib sizlarga ko'rsatadi do'stlar. Tushunyapsizlarmi? Men yolg'on gapiradi deganim yo'q, prosta 1000 tadan bitta adashib bo'lib qolgan kanalni oladi, shuni sizlarga ko'rsatadi. Bu degani aynan sizlarda ham shu narsa o'xshab ketadi degani emas. Shuning uchun ko'zinglarni ochinglar, nima bo'lgan taqdirda ham shaxsiy brendingni kuchaytiringlar.
Hamma narsa mana shu telefondan hal bo'ladigan narsa do'stlar. Shu salom qiling.